Assalomu alaykum do'stlar. Mana gazoblok liniyamiz ishlab turgan jarayonidan bu yoqda hammasi kesilib chiqarilganlari, bu yoqda mana kesishga tayyor holati. Hamma qoliplarimiz mana liniyada relsda kelib, mana shu avtomat reskamizdan chiqadi. Bundan mana shu holatga kelib, bu liniyaga o'tadi. Quritish uchun. Mana shular hozir kesib chiqarilgan, mana sifatini ko'rishlar mumkin, razmerlari. Gladki hammasi g'ostga javob beradigan darajada chiroyli. Kimga shunaqa gazoblok liniyalar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Xudo xolasa chiroyli qilib, ustanovka qilib, qo'yishlarni o'rgatib yo'lga qo'yib beramiz. Assalomu alaykum hamma kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Xudo xolasa keyin navbatdagi 10 ta liniyaga tayyorlangan qoliplarimizni egalashga arafasida turibdi. Yondor bakovlari chiroyli kraskalar qoliplarni relsga qo'yib yurgizib, chiroyli tagi rolilarni qo'yib, 60 ga katta rolidan qo'yib, tagi 8 ga 4 stena qalida profildan to'q chiroyli tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xolasa buni biz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumaniga chiqib ketyapti. 10 dona qolipimiz liniyada yuradigan tayyorlangan. Yurishilar mumkin. Taglariga rolilarni qo'yib xolasa mana rullarimizni yurish holatlari 10 ta qolip bilan chiqib ketyapti. Bu yoqda mana bort ruchkalarimiz ideal holatda chiroyli kraska qilib egalariga chiqarish arafasidamiz. Benablok gazoblok uskunasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Shu ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Gazoblok uskunamiz 2 ta qolipi bilan 1,5 ming dollardan boshlanyapti. Xudo xolasa 7,5 ming dollargacha liniyalarni qurib beryapmiz do'stlar. Avtomat reska so'ragan ekanlarga avtomat reskalarni ham tayyorlab, chiroyli qilib ustunovka qilib beryapmiz. Avtomat reska so'ragan ekalarimizga narxi vodiy ichiga 2200 dollardan, O'zbekiston bo'ylab 2,5 ming dollardan dastlabki ustunovkasi ichida qilib tayyorlab beryapmiz do'stlar. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa kimdagi shunaqa bizneslarga qiziqib yurgan akalarimiz bo'lsa, bizneslarni yo'lga qo'yib, chiroyli qilib yurgiztirib beramiz. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha imkon darajasida. Bittadan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqmasin. Xudo xolasa keyingi navbatdagi uskunalarimizni qaysi viloyatga, qaysi tumanga chiqib ketyapti, hammalarini bitta videosini qo'yib borishga harakat qilamiz. Kecha bir komplet Benablok apparatimiz Jizzax Baxmalga chiqib ketgan. Uni videosini chiqara olmadik, chunki juda kech bo'lib ketdi. Benablok gazoblok uskunasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Bu yoqda mana mishalkamiz, yarim kubalik mishalkamiz. Bu yer qolipga kuyiladigan mishalka, balonli bo'ladi. Liniyada turadigan qoliplarimizni mikseri mana bunaqa bo'ladi. Tagiga beton kuyiladi, bu bitta joyda turadi do'stlar. 2 tonnalik suyunki bo'ladi komplektida uni 10 ta qolipi avtomat reska ishga tayyor holatda bo'ladi do'stlar. Bittadan like bosib, do'stlaringizga, qiziqib turgan do'stlaringizga videoni ulashib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar.